Darvoza ustalari ko'p bo'lishiga qaramasdan narx akalar mana shunaqa bo'lib yotibdi-da. Bir 80% dan yaxshiroq narxda sifatliroq materiallardan darvoza yasaydigan ustani oldiga kelganmiz. Farg'onadamiz, Bag'doddamiz. Arzonligining sabablari, masalan, material o'zida lazeri bor, listegiplari bor, o'zi bukib, o'zi qiyshaytirib yasaydi. Joy o'ziniki, arenda qilmaydi akalar. Yoshlikda mana shu ishda bo'lganligi uchun qanday qilsa sifatli va arzon chiqishini juda yaxshi biladi. Oxinjon aka, anchadan beri reklama qilyapman, ishiga javob beradi. Kamiga bitta like bosib kommentariy yozganlarga mana shu darvozani misol uchun 1 million 300 minglik darvoza, yangi fason akalar. 1.8 da bo'lgan, 1.7 profil, hamma yog'i eng zo'rlarni qo'yib ishlatgan. 100 ga borib o'rnatayotganda mana men kommentariy yozib, like bosgandim desang 300 ming bonus qilib beradi akalar. Shu barakadan o'tib beradi. Bu ham sizga haligi bizning nomimizdan sovg'a. Har bitta mana 1 million 250 minglik darvoza. Anida ruchnoy rabotani 800 mingliklari ham bor. Hozir video davomida aytamiz. Har bitta detal agar yo'lmay qolsa, bizni boshqatdan qildiraveradi bu odam. Shunaqa yuragi tor deydimi, lekin ishini yaxshi ko'radi. Mana bu yerda ham soqqali fasonlarni yangicha restyling variant qilinyapti. Mayda shtampovka qilinyapti. Pechat darvoza hozir yo'q ekan, bas qimmat darvoza bo'lganligi uchun bu yerda sizlarga tushuntirib beray. Bu darvozani 1.2 listdan bosamiz. Profili 1.1, 1.2, 1.3 bo'lmaydi. 1.7 bo'ladi. Shu ruchnoy rabota darvozani profilidan qo'yib beradi. Ana o'shanda 550 mingdan boshlanadi narxi. Masalan, mana 1.1 qilib turib ham 500 ming desa bo'laveradi, lekin baquvvat qilish kerak. 50 mingdan qochmay maza qilib ishlatadigan darvoza o'yna. Men o'zim ham bitta uyimga mana shu akadan darvoza oldim, zo'r. Kim kelsa dog' uratdi, zo'r, qimmat darvoza deb qo'yadi. Rostdan shunaqa. Bo'lsa qimmat emas. O'rta narxdagi darvoza olgandim. Video davomida narxlari, turlarini tushuntirib beramiz. Bu narx butun O'zbekistonga dastlabki ustanovkasi ichida aytilyapti. Videomizni boshladik. Yana bir marta assalomu alaykum, hurmatli uyim joyim deydigan, uy qurgan, to'y qilaman degan akalar. Bugun yana Farg'onaga Oxinjon Mamadaliyev. Assalomu alaykum. Darbek keling. Aka, omonmisiz? Tuzaymiz. Rahmat. Shu ustakamizning ishxonalariga keldik. Darvozaning sifatlisini, yaxshisini olaman deganlar shu akaga aloqaga chiqaverasizlar. Menga qilib berganingiz bor edi-ku aka. Ishoningman ana. Uni bir sotuvga ham qo'ydik-da uy joyda. O'z anaqa kim kelsa ko'ra darvoza qimmat darvoza ekan deyapti. Bo'lmasam o'rta narxdagi darvoza edi. Shumka ham qilganmidingiz uni? Shumka ham bor. Bu shumkalar ham qilingan ekan, qimmat darvoza deb haligi boshida ha bo'ldi-da deb qo'yganman. Keyin hali odamlar gapini rosa eshim chiqdi aka. Haqiqatan ishini yaxshi qiladi. Hali men uchun emas, u sizlar ham zakaz qilsalaring, ishonchlaring hosil bo'ladi. Ishni sifatiga alohida ahamiyat beradi. O'zi ko'ngildagi bola. Tor bola. Bitta narsa bunday bo'lib qolsa ham qaytadan qildiradi. Rahmat. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Kevollaringmi? Rahmat. Ancha o'p ketdi sizni reklamangizni yangilamaganingizga. O'sha. Endi aka bu yil sezon bo'yi odamlarga tez ko'rinish berib turamiz. Shunaqamiz, xudo xohlasa. Shunga niyat qilyapmiz. Inshaalloh. Har oy yangi reklama, mana shu yangi darvozalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Bo'ldi aka. Xudo xohlasa. Do'ppilaringizda ola. Do'ppiga bitta like akalar. Ha, yana bitta narsa. Bu akani hozir darvoza turlari, narxlarini aytamiz, hammasini ko'rsatamiz. Agar shu videoga like bosib, tagiga bitta komment olmadimi, olovchami nima deb yozishingizdan qat'iy nazar, dogovor qilingan narxdan har bir darvozadan listlilardan misol uchun 300 ming o'tib beraverasiz. O'tib beramiz. Listlilardan. Shtampovkalardan qancha o'tib beramiz? Ulardan 200 ming o'tib beramiz. O'tib beramiz. Dogovordan tashqari uyga borgandan keyin akalar 2 kilo 3 kilo go'sht pulida, u ham hanna aka. Boringizga shukr. Mana shu bitta komment, like akalar, dogovor qilganlaringdan keyin shunday borganda mana men yozuvdim, like bosib ko'rsatib qo'ysang bo'ldi, o'tib berishaveradi. Qaysidan boshlaylik? Mana shu darvozadan boshlaylik. Qani, bu yangilik bo'lib shekilli. Aha. Qanchaligi bu? Nima degani bu? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar uchun endi boricha mana shu darvozalarimizni obzor qilib beramiz. Aha. Bu darvozamizni birinchi razmeridan boshlasak. Qani? Bu darvozamizni eniga 4 metr, balandligiga 380 razmerda tayyorlangan. Bu darvozamiz 2 qavatli shumkali darvoza. 2 qavat shumka. Qavatli. Mana shumkalari yaxshi olingan. Birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham 1.8 listdan tayyorlangan. O'ynagini qaranglar, nержавейкасini. Aha. Bu darvozamizni profillariga keladigan bo'lsak, ichidagi ramalari
6 ga 4. Asosiy mana bu aylanalari 8 ga 4 dan olingan. Stenkasiga kelsak 1,5 stenkadan tayyorlangan. Yondorliklari 8 ga 8, 1,7 stenkadan tayyorlangan. Tagi shiviller. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1,250,000 ming tayyorlab beramiz. 1,250,000. 1,250,000 dan dastlabki ustomkasi hammasi ichida. Hammasi ichida. Aloqaga chiqsa bo'ladimi akalar? Ekranda nomer turibdi. Xo'p, bunisi. Navbatdagi darvozamiz bu ham Bu yangi bo'pti, bunaqasiga boshqacha chiqyapti ekan-da bular. Yangilik bu ham. Bu darvozamiz ham 2 qavatli darvoza, high-tech ko'rinishdagi ruchniy rabota darvoza. Aha. Bu darvozamizni razmeriga kelsak, bu ham 4 metrga 360 balandligi. Aha. Yana 4 metr. Mana eshiklari alohida. Ha. Ot eshiklari alohida ishlangan. Listlari bu ham 1,8, old orqa 1,8 bir xil stenkali listdan tayyorlangan. Profillari 6 ga 4, 1,5 stenkadan tayyorlangan. Buni yondorliklari shivillerdan tayyorlangan. Ha, yoni pastlari ham shivillar ekan-da. Qo'l aylana shivillerdan. Bu buyurtmaga qarab profil ham bosib berishaveradi akalar. Endi sizni zakasingizga maslahat berishadi. Masalan, razmeriga qarab, narxiga qarab maslahat berishaveradi. Qanchadan chiqyapti bu? Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini yoni shivillerligini hisobiga 1,300,000 so'm deyapmiz. Endi undan ham ozgina o'tib beramiz. Gaplashaveramiz, ha? Bo'ldi. Zamogini qanaqa bosamiz aka? Zamogini endi biz hozir o'sha zubr zamog bosyapmiz. Endi xohlagan zamogini bosib beraveramiz. Ha. Bu tomondan tanishtirsak bo'ladimi? Bo'laveradi. Kelamiz bu Bu tomondan. qulayroq, ha? Buni Hozir uni ham ko'rsatamiz akalar. Xo'p, navbatdagi darvozamiz. Bu ham o'sha xalqimizga sharoitiga yarasha darvoza. Buni ham listlari qalin. O'sha high-tech darvozalarimizning listi bilan 1,8. Faqat bu bir qavatli darvoza. Bir qavat. Bir qavatli. Bu darvozamiz razmeri 4 metrga 370, balandligi alohida mana ot eshikli. Bu darvozamizda profillari bu ham o'sha narigi qalin darvozalarimiz bilan bir xil. 1,5 stenkadan tayyorlangan. Yondorliklari 8 ga 8, tagi shiviller. Bu ham ruchniy rabota darvoza. Mana bu joylari bir qavatli. Mana bu joylari 2 qavatli deyiladi, lekin asosiy bir qavatli darvoza. Ha. Bu darvozani 1 kvadrat metrini yurtdoshlarimizga 950,000 qilib beramiz. Ha, shtampovkadan bir bog'ini yaxshiroq ekan-da. 1,8 qalin ruchniy rabota bu. Ruchniy rabota, aha. 950,000. 950,000 kvadratiga. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustomkasi ichida. Bunisi nima aka? Bu navbatdagi darvozamiz. Bu darvozamiz nomi Soqali darvoza deyilardi. O'sha soqali joyiga mana nejvenka bosganmiz. Mana shu joylarda soqa turardi oldin. Bo'ldi. O'shadan farqi nejvenka bosilgan. O'sha soqalari ozgina bachkana ko'rinyapti turadi. Shu soqasini olib tashladik. Yangilik qilishda yaxshi. Restyling. Soqqani restyling varianti. Shunaqa. Bu ham ruchniy rabota darvoza. Bu ham hozir xalqimizga shu fason ko'rinishlari ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Materiallariga kelsak 1,8 list, 2 qavatli darvoza bu ham. Tagi shiviller, yondorliklari 8,8, 1,7 stenkadan tayyorlangan. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1,100,000 qilib beramiz. 1,100,000 dan akalar. Ruchniy rabota toza bu. 2 qavatli. 2 qavatli. Xo'p, anoni bitta aytib qo'ysak, keyin ichkariga kiramiz. Bu aka lazer, pazer hamma narsasi bor o'zida. Unga ham alohida pul to'lamaydi. O'shanga narxi, materialini yaxshi ishlatadi aka. Mana bu darvozamiz, bu darvozamiz ham ruchniy rabota. Ruchniy rabota 1,8 listdan tayyorlangan. Hop. Bu darvoza ham ommabop, juda xalqimizda o'rta me'yor fasonlardan deyiladi, lekin fason o'lmaydigan fason bu. Hali bachkana joylari yo'q. Bayman ekan. Listlari qalindan ishlangan bu ham. 1,8 dan darang-durung bo'lmaydi. Profillar 6 ga 4. O'sha naryoqdagi high-tech darvozalar stenkasida 1,5 stenka bu ham. Bu darvozani 1 kvadratini 800,000 dan qilib beramiz. 800,000 dan ruchniy rabotani ya? Ruchniy rabota. 800,000 dan bor akalar. Endi listli baribir listli. Mana zamoga mana shundan bo'ladi mana. Boya shunday ko'rsatmoqchi edim. Zubra bu. Mana ochilishi, yopilishi. Bred yaxshi zamog akalar. O yillar ishlatasizlar, xudo xolasa. Go'zal. Biz soxonamizni ko'rsatamiz. Endi ichkarini ko'rsating. Nomerlar akalar, videoda ham chiqadi-yu. Necha deganlar mana.
Xo'p, lazer bor, listagiplar bor, ash bu bukilgan burchak hamma ishlar mana shu o'zida chiqadi ustamiz. Bekorga boray har bittasini tekshirib ana qilmaydi. Yo'qmasa qaytadan ham qildirib yuboradi. Bekorga aytmadim. Bu qanaqa fason ketyapti deydi? Soqqali. Ha, soqqali. Soqqalini jicha mana bu joylarga o'zgartirish kiritilgan joylari. Mana joyiga mana nejvenka yopishtirilgan. Buni endi ko'chirsa Ya. qora bo'lib chiqadi mana. Mana shu holatda. Qorasidanmi? Mana shu holatda chiqadi. Soqqali 2 qavatli darvoza bu. Bu zakazga tayyorlandi. Materiallarga kelsak 1.8 oldi orqasi, ikkinchi, birinchi qavati ham 1.8 dan tayyorlangan bu. Tushunarli. Tomonlar. U tomondagi endi shtampovkami bu? Ha, qulay bor ekan. pechatli darvoza. Bu darvoza 550 mingdan 600 minggacha tayyorlab beryapmiz 1 kvadratini. 1.3 bo'ladi mana qondilar. Ha, o'sha 1.3, 1.2 ham chiqadi. Rosa qidirib topsa 1.3 chiqadi bu. Ko'proq 1.2 desa haligi xijolatchilik bo'lmaydi. 1.2 bo'lsa to'g'ri chiqadi. 1.2ligidan 0.9 emasda aytmoqchimanki, 0.9 emas, 1.2 ligidan bosib. Lekin profillari qalin bo'ladi. Nechi bo'ladi? Profillari o'sha tashqaridagi o'sha 1.5 stenkali rushno rabotani profilidan bo'ladi. Faqat tunika mana listi 1.2 dan bo'ladi. O'shanda 550 mingdan boshlanadi. 550 mingdan boshlanib 600 ming qilib beramiz. Rosa patologiya. Bu yoqda endi ish jarayonlar Samarqand fason tayyorlayapmiz hozir. Bitta ko'rsatuvlik aka. Material ama Farg'onada omad dehqonchilik bo'lib ketdi material ama. Material. Temir purush ko'payib ketdi. Xo'p, Samarqand fasonida yasali shekilli. Hammasi yangi lisman. Uloq-puloq bo'lmaydi. Bukilgan joyida bo'lmasa, bu profillarning yarmida uloq bo'lmaydi. Mana bu joylari ham oldin kesib tayyorlanardi Samarqand fasonida. Hozir mana butun listdan profil qilib tayyorlab, mana chaspaklarigacha mana. Hech qanaqa keski yo'q. Malades. Bu mutlaq yangilik bo'pti. Keling, qaranglar. Taram bo'lardi-da, o'sha pakilovka turardi. Erta yorilishi bo'lardi, uni mumkin yorilishi. Taram-da deydi. Bolgarkada kesgan. Endi u ham boshqa variant bo'lmagan o'sha paytda. O'sha paytda hozirgi stanoklarimiz yordamida shu narsalar chiqyapti. Hozir ham kimdir kesib qiladi. To'g'ri. Mana qaranglar, mana shu narsalarga ham ahamiyat berish kerak. Detalni ishlaydi bu akamiz. Oxinjon aka. Yaxshi odam. Men necha yildan beri tanishmiz aka? 2023 dan beri. Shunaqa. 3 yil bo'pti. Ishi zo'r, ishiga javob beradi. Shunaqa gap. Aloqaga chiqib qo'ringlar akalar. Aka, boringizga shukr. Rahmat. O'sha gap olma. Uyga borgandan keyin ana desa 300 minggacha o'tib berasiz aka. Faqat o'sha sizda mana shu hozir videoni ko'rib, like bosgani bo'lish kerak. Ha, sizga ko'rsatadi. Like bosib, kommentariy yozganni mana deb ko'rsatadi. O'sha kelishgan narximizdan shu uyga borib o'rnatyapti turgan kuni 300 ming o'tib beramiz. Bo'ldi aka, beshta. Barakasini bersin.